Do'stlar va nihoyat biza operatorimiz alohida kutib intizor bilan kutgan joy BMW ga keldik. BMW. Kimdirlar BMW yaxshi ko'radi, kimdirlar Mercedes, BMW. Shuning uchun izohlarda, kommentlarda like qoldirib yozib qo'yinglar. BMW yoki Mercedes. Va birinchi ko'rayotgan Mercedes Skytop deyiladi. Bu konsept kari BMW ni. Dunyoda yo'q hozircha. Birinchi marta Shanxay avto shouda ko'rsatyapti buni. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana oldidan akulaga o'xshaydi, ko'ryapsizlarmi ko'rinishini? Bu eksklyuziv Shanxay avto shouda birinchi marta ko'rsatishyapti. Avto show boshlanishidan 2 kun oldin BMW prezentatsiya qilgan edi bitta mashinasini. Agar hozir topsak ko'ramiz uni ham. 2 yil oldin BMW yangilik qilgan edi. Mashinaning rangi o'zida turib o'zgaradi. Agar hozir uni ham olib kelgan bo'lsa, uni ham ko'rsatamiz. Eng zo'r menga BMW ni yoqadigani A7. Eng zo'rlardan. Moshni mashina, juda high-tech mashina. Juda bahaybat mashina. Ko'ryapsizlarmi kattaligini? Ajiotaj. BMW bari BMW. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda ruchkalari ham nima edi, sensorli. Bemalol ochib, mana bundoq ko'rsanglar bo'ladi. Odamlarni chiqazoramiz kerak bo'lsa, sizlarga kontent qilish uchun. Bu yerda narxini yozgan ekan, hozir ko'raylikchi. Narxi 1.460.000 yuan. 1.460.000 yuan. Mana shu toychoq. Hozir oldidan ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu A7. Eslab qolinglar. Ko'ryapsizlar, odamlar juda yaxshi ko'radi BMW ni. Bu yerda hozir mana oldinda o'tirib ko'raylik. Wow, oldi. Agar hozir olsak, eshigini bitta ko'rsataylik sizlarga. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu metalldan qilingan temir Bowers va Wilkins kolonkalari qo'yilgan. Xrustalka deyiladi mana bulari. Ko'ryapsizlar. Va ichki tomoni eshiklari o'zi yopiladi. Bu orqa tomoni. Bagajligi ikkita gaz balon ketadi bemalol. Gaz balon qo'yib bemalol yursanglar bo'ladi. BMWga, A7ga. Endi hozir oldindan ko'rishga harakat qilamiz. Wow, BMW bar, BMW. Bo'tga hozir operatorimizni o'tirg'izamiz. Niyat qilib bitta omin qilib duolar o'qib qo'yadi o'tirish uchun. Endi nima deymiz? BMW bar, BMW deganda orqasi ko'ryapsizlar, ekrani bor. Bemalol o'tirib ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bu yerda mana barlari, zaryadkalari. Bitta zaryadga qo'yadigan joyi bor va mana bu yerda suv qo'yadigan joyi. Yopib qo'yamiz. Xrustalkalar qo'yilgan. Ko'ryapsizlar, bemalol boshqatga bo'ladi. Gap yo'q. Hozir endi 1.5 million yuan. Operatorimiz o'tirib ko'rsinlar endi. Hozir BMW ni A7 ni orqa tomoni o'zi zo'r hisoblanadi. Sizlarga bitta zo'r narsani ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, mana orqasida ekrani bor va mana bu yerda boshqarsa bo'ladi hamma narsani. Bundoq qilib. Boya aytganimdek ko'rdinglarmi, sekin ishlaydi. Va mana bu yerda ekranda xohlagan narsalarni qo'yib ketsanglar bo'ladi. Bemalol ishlatib. Mana bu multimediyasida mana massajli nimalari hammasini yoqib, bemalol bu yerda hozir orqaga og'inga ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari telefon ham qilsa bo'ladi mana. Undan tashqari ranglarini, svetni, kondyorni hamma narsani to'g'rilasa bo'ladi. BMW. Ichkarisi mana, orqasi, mana oldi. Zo'r mashina. Haydashga. Oldindan ham oldi? Ha. Xullas, zo'r mashina. Hozir chiqishga harakat qilamiz. Mana ochamiz.
Hammaga buyursin o'rtoqlar, BMW 7 1,5 million yuan turadi, 1,5 million yuan. Har xil rangda, lekin qorasi eng zo'r baribir. Zo'r. Do'stlar, mana BMW dan yangi narsa ko'ryapsizlarmi? Ranglari shunday o'zida o'zgarib turadi. Hozir mana to'xtadi, agar sizlar ko'rib tursanglar, bu o'zgaradi. Kapotida, tomida bor, mana yon atrofida. Agar sal kutib tursak, mana bu 3 xil narsaga o'zgaradi. 2 yil oldin polniy mashina o'zgaradigan qilib olib kelgan edi. Endi bu safar oddiy qilib olib kelishibdi. Bu narsani olib kelmabdi, lekin zo'r konsept. Shunda o'zgaradi. Ko'rdinglarmi do'stlar? Yangilik mashinaning rangini shunday o'zgartirsa bo'ladi. Mana almashtirib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Zo'r. Lekin gaydan qanaqa qilib ro'yxatda o'tkazadi buni bilmadim. Hozir sizlar BMWda, BMWda odam juda ko'p. Men bu mashinani 2 kun oldin prezentatsiya qilishdi. BMW Vision deyiladi. Ko'rinishi vashi doda. Buni aytish bo'yicha faqat Xitoy bozoriga moslashtiryapti hozircha. Mana ko'ryapsizlarmi? Radiator degan narsa yo'q umuman. Mashina juda past joylashgan. Ko'rinishidan dahshat ko'rinadi. Bundan tashqari yana bitta mashinasi bor, yangi mashinasi. Faqat Shanxay Avto Showga olib kelishgan yangilik uchun. Panorama degani. Hatchbackga o'xshab ketadi. Ko'rsanglar, zo'r. Kelajakda hammasi shunaqa ko'rinishda chiqishni boshlaydi. Bular уже konsept kar emas, подтвержденный chiqadigan mashinalar.